Prezidentining hududiy rivojlantirish bo'yicha davlat maslahatchisi William Ravshan-Mayutovich, Navoiy viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Usmonov, Xonimiyat tuman hokimi O'zbek Ruslan Nasirovich, tuman hokimining o'rinbosarlari, to'plum hozir o'z organ rahbarlari, tashkilot rahbarlari hamda jamoat tashkiloti ommaviy axborot vositalari ishtirok etmoqda. Ikkinchi chaqirim xalq deputatlari qonuniy hukumat kengashining navbatdagi 18 sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar chiqyapti. Bir ovozdan to'g'rilarni tasdiqlab berishni so'rayman. Qarshılar yo'q, betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga muvofiq deputatlar orasidan sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Men sessiya kotibligiga 7-Guliston saylov okrugi deputati tuman Hamimiyat Max Driver xususiy firmasi rahbari Tashqambetov Yevgen Ermaxanovich saylashni taklif etaman. Boshqa takliflar bormi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, okruglarni tasdiqlab berishni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Deputat Yevgen Ermaxanovich sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, o'z joyingizni egallashing. Hurmatli deputatlar, kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Bugungi kun tartibida bitta masala. Xonimiyat tumanida aholi yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun qulaylik yaratish va infratuzilmani yaxshilash orqali og'ir toifadan namunali hududga aylantirishga qaratilgan kompleks rivojlantirish dasturini tasdiqlash to'g'risida. Endi biz sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruza uchun so'z 30-45 daqiqagacha, so'zga chiquvchi va munosabat bildiruvchilar uchun 5 daqiqagacha, savol-javoblar uchun 3 daqiqa. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, okruglarni tasdiqlab berishni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, endigi asosiy masala bo'yicha so'z Xonimiyat tuman hokimi O'zbek Ruslan Nasirovichga. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli Ravshan-Mayutovich, hurmatli Sandosh, hurmatli deputatlar, bugungi sessiya ishtirokchilari. Tumanimizni prezidentimizning 2026 yil 5-fevraldagi 49-sonli hududlarni yangicha yondashuv asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish yo'nalishlari to'g'risidagi qarorlariga muvofiq bizni Zitta Ovul tumanida Kamiyat tumaniga ham tushgan. Ushbu Kamiyat tumanini keyingi og'ir toifadan namunali toifaga olib chiqish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirish bo'yicha dastur ishlab chiqildi. Ushbu dastur hozir har bitta beriladigan mablag' bo'yicha loyihalarni bir ko'rsatib o'tilib, buni bitta sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Ravshan-Mayutovich 50 milliard respublikadan, 10 milliard mahalliy viloyat byudjetidan ajratilyapti. 50 milliard bo'yicha biz buni bitta har bitta summani har bitta tiyinigacha hisoblab chiqdik. Bu 50 milliard va beriladigan viloyatda 10 milliard.
shu yilning o'zida bizga qo'shimcha daromad asosida bu birlamchi o'zi so'raganimiz qariyb 28 milliard tushishi kerak va buni asosida biz hozir 875 milliard so'mlik loyihalar ishlab chiqdik. Shu yaratiladigan infratuzilma qulayliklar natijasida, o'shaning natijasida loyihalarni ham shunga joylashtiramiz. Tumanimizda birinchi o'rinda tadbirkorlikni rivojlantirish, asosan o'sha aholiga qulay sharoitlar yaratish bo'yicha loyihalarni qilib oldik. Bunda o'sha yo'l infratuzilmasiga, elektr ta'minotini yaxshilash, elektr tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha ichimlik suvi, oqova suv tarmoqlarini yaxshilash, sug'orish tizimini konkursiya qilish, gaz ta'minotlarini yaxshilash, obodonlashtirish, shuningdek sog'liqni saqlash tizimidagi o'sha binolarni, eskirgan binolarni ta'mirlash va hokazo shu ishlarni amalga oshirishni belgilab olganmiz. Birinchi o'sha Rashomish bo'yna sizga ko'rsatganimiz o'sha Ibn Sino tumanimizning o'sha Birlik mahallasida Sharof Rashid, Ibn Sino va Nurafshon ko'chalarini asosiy infratuzilmasini yaxshilab, bu o'sha asosiy bizning istirohat bog'iga yo'naltiruvchi yo'llarni yo'lga qaratib barcha shu yerda infratuzilmani qariyb 6 milliard so'm budjet mablag'larini sarflamoqchimiz. Ya'ni barisi bu o'sha infratuzilmani yaxshilash, trotuarlar, ko'cha chiroqlari, suv ta'minoti bo'yicha sizga ko'rsatganimda Rashomish shularni qilgan holda buni natijasida tadbirkor mablag'lari ham jalb qilinadi. Bu 15 o'rnidan 7 milliard va bundan tashqari yana 3 milliard kredit mablag'lari ham jalb qilingan holda 50 ta yangi loyiha ko'zda tutilgan va yaratiladigan ish o'rni qariyb 160 taga teng bo'ladi. Budjetga tushum 3,4 milliard so'm va yaratiladigan daromad hajmi 2,4 milliard so'm qilib hozir birlamchi qilib belgilab olganmiz. Rashomish ikkinchisi bu Andijon tajribasi asosida bizda ochiq kollektorlarimiz bor. Shu ochiq kollektorlarni yopiq drenaj tizimiga o'tkazish orqali o'sha yerda ham savdo va servis xizmat ko'rsatish ishlarini tashkil qilmoqchimiz. Bu yerda o'sha 4 ta ochiq kollektorda yopiq drenaj tizimiga o'tkazish uchun 3,7 milliard budjet mablag'larini sarflagan holda bu yerda 4,3 milliard so'm o'sha 300 million so'm mablag' tadbirkor mablag'i sarflanadi. Bunda hozircha birlamchi bundan ortiq tashkil etiladigan savdo va servis obyektlari, bu yerda 40 dan ortiq ish o'rni yaratiladi va budjetga 900 million so'm tushum tushadi va daromadlar 2,1 milliard so'mga tushishini prognoz qilib olganmiz. Keyingi bizning obyektimiz bu Navro'z mahalla fuqarolik yo'lidagi o'sha ko'p qavatli uylarni, yangi quriladigan ko'p qavatli uylarga kanalizatsiya tizimini yaxshilash, qurib berish bo'ladi va shundan natijasida tadbirkorlikni rivojlantiramiz, urbanizatsiya darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bunda o'sha 8 milliardlik kanalizatsiya tizimiga sarflamoqchi. Buni hali o'zingiz topshiriq berdingiz, hali buni yana kamaytirib o'zimiz ham bundan iqtisod qilamiz ham bu masalada. Shunda 2 kilometr o'sha ichki o'sha kanalizatsiya tashqi tizimi yotqizilib, natijada o'sha tashqi 7 tadan ortiq savdo kompleksi birlamchi tashkil etiladi. 62 tadan ortiq ish o'rni. Bu yerda o'sha uylarni, kvartiralarni sotish boshqasidan jami 51,5 milliard so'm budjetga tushib va umumiy daromadni 2,9 milliard qilib belgilab oldik. Bu ham hali birlamchi Rashomish bo'la hali bu har bitta kvartirani себестоимостьga qarab bu o'zgarishi mumkin. Buni hozir eng kichkina raqamni oldik. Keyingisi bu kalimetga kirish joyida o'sha stil atrofida kemping va boshqa shunaqa zamonaviy tadbirkorlik obyektlar yaratish uchun infratuzilma va obodonlashtirish ishlarini qilmoqchimiz. Bu o'sha kalimetga kirish joyidan to qariyb 3 kilometr joyni ikki tomonini to'g'rilab, bu yerga shu tadbirkorlikka qulay infratuzilma yaratib bermoqchimiz. Bu yerda 15 ta yangi servis va tashqi savdo obyektlar tashkil qilinadi. 50 dan ortiq ish o'rni va budjetga 1,3 milliard so'm tushishini belgilab olganmiz. Bunda umumiy yaratiladigan daromad qiymati 2,4
milliard so'mni belgilab olganmiz. Bu yerda byudjetdan 4,2 milliard sarflashdi. Buni ham hali hisob chiqamiz, chunki bu yerda o'zimizni kuchimiz bilan ham qilinadigan ishlar bor. Keyin tadbirkor mablag'lari 16,5 milliard, ya'ni savdo kompleks qurishlar, buni ham tadbirkorlarimiz bor va qo'shimcha yana xizmat ko'rsatish loyihalari bu yerda yaratib boriladi. Keyingisi bu o'sha birlik mahallasining eski bozori bo'lardi. Bizda nima deydi buni? Chorva mol bozori yerlarida o'shani yonidagi o'sha konni atrofini siz o'zingizga ko'rsatdim. O'sha yerda sohil bo'yi qilib dam olish maskani tashkil qilsak, bu yerda ham bundan ortiq tashkil etiladi savdo obyektlari. Keyin O'zbekiston ish o'rni bo'ladi. Byudjetga 9 million hozircha birlamchilik tushirdik olganmiz. O'sha yerda agar biz to'liq ta'mirlab o'sha sohil bo'yini bizda ham ta'mirlash sohil bo'yi kerak. Bu juda bir hozir zamonaviy so'lim joyida bizda o'sha qo'llarimizda hamma aholimiz o'sha yerdan aylanib turib tartibga borishga shunday qilib niyat qilganmiz. Keyingi bizda bu hozir bozor yoshlar kichik sanoat zonasini o'zingiz borib ko'rdingiz. Yoshlar kichik zonasida o'sha yerda tadbirkorlik subyektlariga qulay shart-sharoit yaratishimiz kerak. Bu yerga o'sha asfalt yotqizishimiz va ichimlik suvi tarmog'ini tortishimiz, elektr tarmog'ini tortish va o'sha yerga bitta transformator qo'yish bo'yicha 2 yildan 1 milliard so'm mablag' sarflanishini belgilab olganmiz. Bu yerda bitta yangi savdo sanoat obyektlar quriladi va 85 dan ortiq ish o'rni yaratilishi, 2 yildan 5 milliard tushishi hamda umumiy yaratiladigan daromad 16 milliard qilib belgilab olganmiz hozircha. Bu yerda ham tadbirkorlarning o'zlarining mablag'lari 7 milliard o'zlari sarflanishi bor. O'sha savdo obyektlari bu hozir bu bo'yicha loyihalarni shakllantiryapmiz. Keyingi obyektimiz bu dehqon bozori. Dehqon bozoriga qulay sharoitlar yaratish, o'sha o'zingiz hozir topshiriq berdingiz. Avtomashinlarning kirib chiqishiga, o'rga nima deydi, aholini to'g'ri yacheykasi qurilgan, to'g'ri uni bir ichini asfaltlashtirib, o'sha taraflarni birlashtirib, tadbirkorlikka qulay sharoit, aholimiz yurishiga qulay sharoit yaratib berishimiz kerak. Shunga 3 milliard byudjet mablag'larini sarflab, latok qurish, 200 metr asfaltlashtirish, 400 kvadrat metr yoritish tizimini yaxshilashimiz kerak. Keyin o'sha yerga biz qo'yganmiz o'sha avtoturargohni ta'mirlash qurish ishlari bo'yicha. Bu yerda yana yangi 15 dan ortiq savdo kompleksi tashkil etiladi, 50 dan ortiq ish o'rni yaratiladi va byudjetga 500 milliondan ortiq pul tushadi va yaratiladigan daromad qismi 1,8 milliard qilib belgilab olganmiz. Lekin buni hozir yana ko'rib chiqamiz. Bu yerdagi mutaxassislarimiz bilan, nuroniy oqsoqollarimiz bor, boshqalar bilan yana buni master rejasini qilib qaytadan yana ko'ramiz. Chunki o'zingiz topshiriq berdingiz, ayrim joylarni borib o'zgartirishimiz kerak. O'zgartirishimiz yangidan pul berishimiz kerak. Keyingi bu bizda hozir O'zbekistonda bunday bo'lsak eng ko'p yurtlar lagerlar Kanimex tumanida bo'ldi. Safari turizmi tumanimiz ham 36 ta turizm tumanlari qatoriga tushgan. O'tgan yil bizga qariyb 80 mingdan ortiq turist keldi. Mahalliy va xorijiy turistlar. Shu yerda bizda katta hozir 9 ta yurtlar lager obyektlarimiz bor. Yana 2 ta yurtlar obyekt qurishimiz kerak. Kecha vazirimiz o'zi ham turizm vaziri ham o'zi ko'rib ketdilar. Bu yil bu yerda bizda 3 tadan ortiq bitta katta festival va 2 ta marafon uyushtiramiz. Chet elliklar bo'yicha o'tgan yil ham o'zini juda katta natijasini berdi va yangi G'azmon ovulini respublikamizning birinchi viloyat turistik ovuliga aylantirish masalasini qo'yganmiz. Shu uchun o'rga infratuzilma bo'yicha bizga bitta narsa yo'li, yo'lini o'zi kirityapmiz. O'sha ikkita masala 4,7 milliard uchun mablag'i birlamchi yo'l, qolganini o'zimiz ham tuman hokimligining byudjetidan qolgan ichki yo'llarni ham qilamiz, qarab o'tirmaymiz. Bunga qo'shamiz. Lekin bu yerda mana katta bizni Kanimex bo'ladi, bizda eski hududlarimiz shu yurtlarda, shu yerda yangi ish o'rinlari ham tashkil qilinadi.
Bu yerda ham tibbiy turizmni ham olib boramiz. Chunki bizda tuya suti, boshqa odamlar bor, shularni ham shunga ko'rsatmoqchimiz. Bu yerda bizdan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi va byudjetga 700 million hamda yaratiladigan hajm hali 2 milliard so'mni tashkil qiladi. Hozir 16 ta bo'lamizda Samarqandda shu turizm zonasini o'qityapmiz. Ular ertaga keladi, tayyor bo'ladi. Bu bo'yicha tadbirkorlarimiz bor, tayyor. Kecha Gamburgda ham taniq shu turizm bo'yicha bir tadbirkorlarimiz ko'rib o'tkazmay ham keldi. Keyingi loyihamiz bu Ravshanoviy kecha ham aytdim, bu tumanimiz chorvachilikka asosiy bizani solishtirma ustunligimizdan biri bu chorvachilik bo'ladi. Chorvachilikni rivojlantirish uchun bu oldin biza sun'iy urug'lantirishni juda orqaga tashlab qo'ydik. Bu degani faqat ishga, ya'ni bunga qo'yib kelinadi. O'zi mana o'zi oldindan qolgan sun'iy urug'lantirish masalasini agar biz bu yerda 30 ta punkt qilsak, bu yerga bu mana shu maxsus apparatlarni sotib berib shunday qilib qo'ysak, ma'lumot chorva ko'payadi. Keyin buni tajriba qildik. Hozirlar o'sha fermer xo'jaligida birinchi respublikada sun'iy urug'lantirishda tajribasini qildik. Burada olimlar ham qatnashdi. Natijada hozir shu natijasi 95% ga o'zini natijasini berdi. Ya'ni 100 ta o'ydan 95 ta 96 ta bo'lyapti. Oddiycha usulda bo'lsa bu 60-70% ga ham bo'lmaydi. Buni mutaxassislar tushunadi. Shuni sun'iy urug'lantirish uchun shu yerda 2,9 milliard so'm, ya'ni shu obyektlarni qurish, mana shu maxsus apparatlarni olib, shu qonuniy tajribasiga, kecha prezident qarorlariga ham shuni kiritdik. Nasib bo'lsa shuni amalga oshirmoqchimiz. Keyingi loyihamiz bu Ulug'bek ko'chasi va Guliston ko'chalar yo'l-bo'yi infratuzilmasini yaxshilash. O'zingiz bilan ko'rdik, deputatlarimiz ham bo'ladi. Shu ko'chalarimizda trotuarlarimiz juda eskirib qolgan. Shuni ham o'sha park ko'chasiga qarab olib borib, shu ko'chani rivojlantirmoqchimiz. Bu yerda 1,7 milliard eng kam summasini qo'yganmiz. Bunda o'zimiz ham mablag' sarflaymiz belgilab olganmiz. Natijada bu yerda 16 ta yangi savdo kompleksi, 36 dan ortiq ish o'rni va byudjetga 1,2 milliard so'm tushumini belgilagan va yaratiladigan umumiy daromad hajmi bundan 2,3 milliard so'm qilib hozircha belgilab oldik. Keyingi obyektimiz bu Ibn Sino ko'chasini 300 metr qismida yo'l-bo'yi infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha bu bizda qolib ketdi. Ibn Sino ko'chamiz buni biladi, bu yerda faollarimiz shu yerga ham yoritish tizimini qayta yo'lga qo'yish, asfaltlashtirish va bu 3 ta 7 ko'chasi bilasizlar. Chunki odam burada ko'pchilik menga murojaat qildi. O'rda o'sha bitta masala hojatxonalarni yangidan qurib ko'chiramiz va maktab hojatxonasi ham juda ham eskirib qolgan. Shuni ham shu birga tutmoqchimiz. Bundan shu qilib, shu 1,2 milliard o'zi eng kam qismini qilib, bunga o'zimiz qolgan hashar ishlarni, boshqalarni o'zimiz bajaramiz. Bunda ham 10 ta yangi savdo kompleksi tashkil etiladi. 15 dan ortiq ish o'rni hozirda burada restoran va o'zini faoliyat yurityapti. Byudjetga 1 milliard so'm tushadi. Bu hozir 50 milliarddan keyingi bu 10 milliard byudjetdan ajratiladigan loyihalar bekliyorlar. Keyingisi bizlarimiz bizda Qilichota ziyoratgohimiz bor. Bu yerda juda ko'pchilik nafaqat bizda Qozog'istondan, boshqa joydan kelinadi, bolalarni o'qishga kirishdan olish yerga borib ziyorat qiladi. Shu ziyoratgohni atrofini yoritish tizimini yo'lga qo'yib, asfalt va umumiy foydalanish hojatxona shunaqa binolarni to'g'irlab bermoqchimiz. Bu o'sha sho'rko'l hududida bu yerga ham keyin aholi sayyoh jalb qilishni qo'ymoqchimiz. Bu yerga biz 1,2 milliard eng kamini qo'yib, qolgani ham o'zim ham 800 million ga qo'shimcha ishlataman, uni rejamda turibdi. Bu yerga keyin bitta yangi savdo servis kompleksini yaratamiz o'sha. Keyingisi istirohat bog'ini hozir ko'rib chiqdingiz. O'shani yana bundan degan tashqi hududini zamonaviylashtirishga keladigan qismi bor. Shuni biz hozir qo'ydik. Bunga 300 million so'm qo'yganmiz. Ya'ni
tashqi devorlari boshqasi kichikmas, tashqi baribir olmasa ko'cha qo'yasiz, ko'rsatib madaniyat ko'cha, madaniyat markazini shu ikki tomoniga yashillik shunaqa qilmoqchimiz. Keyingisi harakatida bizning postimiz bor, o'shaning uchun 15 minggacha mashina qatnaydi. Harakati postida hozir sekin-sekin tadbirkorlik rivojlanishi boshlangan, lekin biz ularga imkoniyat yaratib berib, o'sha stop boshlatmoq chunki bu tomondan 200 kilometr, bu tomondan Uchko'zdan bu yoqqa kelishgacha adashmasam 200 kilometr yo'lda to'xtab olishga o'sha shofyorlarimiz to'xtab, chunki avtomobil juda ko'p shu o'rtada bo'lgan Safarobod bilan harakatidan Zarafshongacha bo'lgan hududda buni biz bittalar hisoblab ko'rdik, avtomobil juda ko'p bo'lyapti. O'sha yerga xizmat ko'rsatish obyektlarini qilsak, o'sha yerga to'xtab hushyorlikka tortadi. Shuning uchun ikki tomoniga pit-stop qilishga pullarni yo'yib, o'sha elektr tarmog'ini tortib beramiz. Hozir burada o'sha 3 ta 4 ta obyektimiz boshlangan. Qo'shimchani 10 ta obyektlar o'rga o'sha zapravkagacha, mehmonxona, kichik mehmonxonagacha qilinadi. Shu yerga 3,7 milliard budjet mablag'lar tadbirkorning o'zi 36 milliard sarflaydi. Savdo komplekslarini bergan bitta artizan quduq qazishimiz kerak. Qariyb 300 metr elektr tarmog'i, asfalt va bruschatka o'tkazib, burada mana o'sha zamonaviy yetkazishimiz kerak bo'ldi. O'rganda qo'shimcha keyin biz o'sha yerga ham tibbiy xizmat ko'rsatish, ya'ni tuya suti, boshqa shunaqa restoran boshlangan. O'sha yerga shu narsani qilmoqchimiz. Budjetga qo'shimcha o'sha yerda 3,2 milliard so'm. Hozirda o'zi 405 million so'm tushyapti. Bu bizni 379 avtomagistralda o'sha ta'minotga kirish joyi. Bu yerda hozir bugun o'zi mana o'rmon xo'jaligi bilan gaplashyapti. Bu yerda hokim bog'i chap qo'lida hokimiyat bog'i ham tashkil qilinadi. Shu yerga bizlar o'sha juda yuraklar ikki tomonda o'sha savdo komplekslari bor. Bu bilan bizlar chiqishdagi kottejdan to'shaqqa ta'minotga kirish joyigacha. Shu yerda infratuzilmasini yaxshilab olsak, o'sha yerda ikki tomonda ham savdo komplekslariga yer berilib boshlangan. Hozircha qo'shimchadan boshqa qilingandan boshqa yana 5 ta katta bo'ldi o'sha qurilish materiallari xizmat ko'rsatishda o'sha yerda avtomashinalarga shuni to'g'irlab olsak, mana kirish joyi ham bo'ladi, ham aholimizga qulay bo'ladi, ham tadbirkorlik rivojlanadi. Bu yerda qo'shimcha daromad 1,2 milliard tushadi. Keyingisi bu Sarjalda Qurajan o'sha yo'lda bu G'azg'on yo'lida ketadigan yo'lga tadbirkorlik boshlangan. O'rga juda ham ko'p mablag' emas, faqat o'rga 400 elektr energiyasidan muammo bo'lyapti. Bitta o'sha yerga tepa transformator o'rnatamiz, yo'l yo'lga qo'yamiz. Bu o'sha zavodga kiradigan joy, yangi quriladigan zavodga kiradigan o'nta. Hozirda o'sha birinchi etap o'zi 6 ta tadbirkorlik subyekti tashkil qilingan, yana 5 tasiga yer chiqarganimiz bo'lyapti. O'rga bitta mehmonxona ham qurilyapti, chunki zavodda ishchilariga va boshqa ketish uchun o'sha yerga. Bu yerga 550 million so'm pul so'raganmiz, buni bo'yicha loyihalarni tuzib chiqamiz. Keyingisi bu bizda ijtimoiy yo'nalish qo'yib ko'rish, shu ijtimoiy yo'nalishida bir joyimiz bor, bu yo'q Qiziltepa ketadi, bu yo'q Ijtimoiy ketadi. Shu joyga biz 102 o'sha yerda kanalimiz bor, ichki ishlarimiz. Shu yerga bir savdo kompleksi qurmoqchimiz. Tadbirkorlar tayyor, oshxona, xizmat ko'rsatish, shunday daraxtzorlar bor. O'sha yerga biz nima olib kelamiz? Asfalti bor, bitta transformator qo'yishimiz kerak, artizan quduq, sipkani tortishimiz va qo'shimcha urindir va dekorativ chiroqlar o'sha yerga ham qilsak, o'sha uchburchak joyga yo'lli burchak tadbirkorlik rivojlanadi. Hozir kunda o'sha yerga viyes rangi sotib, auksionga qo'yganimiz 6 ta auksionni sotib oldik. Bu 10 milliardda ichidagi loyihasi. Bu bozorimizning orqa tarafida yo'lak bor.
yo'lakda ikki tomon o'sha asfalt qilib chiqarsa, bu tomon savdoga o'sha chiqarildi. Savdoga o'sha bank Samon tarafı yerga biza o'sha biz yo'lak bor, yonidan asfalt chiqar, bozorda orqa tarafı. Bu tomon ham savdo kompleksiga keladigan yo'l qilmoqchiman. Bozor orqa tarafida. Bunga ham bir so'm mablag' ajratishni ko'rsatib o'tganmiz. Bu yerga o'sha latok ko'prikchalar o'rnatish urindi va o'shalarga eskirgan o'shalarni tozalab yo'l chiqarishimiz kerak. Bu yerga savdo kompleksi tushadi. Bularimiz o'sha yangi O'zbekiston yo'lagiga shuni chap tomoni, ikki tomon. Bozorda yon va uchinchisi hozir ko'rgan bulvarimiz, ashanish bulvarda endi aramizning o'z obligini o'zgartirishimiz kerak. Hozir 3 ta savdo kompleksi bo'ldi, yana qo'shimcha yo'lda 10 ta savdo kompleksi qilib, o'zi ikkita fontan qo'yganimizda aholi to'planib qoldi. Hozir endi o'sha yerda boshqacharoq qilib buni ko'rdim. Borib tepada ham Toshkent Olmazorda ham ko'rdik. Xuddi shunday bir chiroyli zamonaviy ko'rkamga keltirmoqchimiz. O'sha yerda savdo servis o'sha Kazikka ular hammasi shu bitta savdo kompleksi qurmoqchi. 24 yettini bu o'sha bir qismi bo'ladi. Hokimiyatga kelgancha. Bu yerga endi o'sha qo'shimcha beshikka qurish, o'rindiq, interaktiv chiroqlar, yevrodevor, piyodalar yo'lakchalari shularni qaytadan ta'mirlab qilamiz. Bu ashonish mana shu 50 milliard bilan 10 milliard va ikkita bizda yangi O'zbekiston qiyofasiga tushadigan mahallamiz tushgan. Bu Boymurod va Zafarobod. Zafarobodda, Boymurodda biza o'zi ishlar ketyapti. Qo'shimcha maktab qurilyapti. Uran tomonidan hozir 11 milliard o'sha O'zquduq yo'lini ta'mirlash ishlarimiz boshlanyapti. Keyin Eltayda bu yerga ham qo'shimcha maktab binosi suv yangilanyapti. Endi bizlarga buncha emas, qo'shimcha endi ichki yo'lni to'g'rilab beramiz. Yangi transformator, chunki cho'rqizli transformatorlarni to'liq almashtirmasa suv yetishlari bo'lyapti. Shunisi bor. Keyin elektr tarmoqlarini almashtiramiz va Boymuroddagi o'sha oshiqni 250 million so'mga va remont qilishimiz bor. Mana shunga pul qo'yganmiz. Bu yerga juda katta summa emas, buni har bittasi bu qarorda ham tasdiqlanib o'tdi va Zafarobod qo'rg'onini yo'l bo'yini qaytadan chunki ularga boyagi harakatlarga yetmas shu tajribaviy katta savdo komplekslari yo'lga tushyapti. Shu yo'l bo'ylarini to'g'irlab, ikki tomonini asfaltini to'g'irlab, keyin ichkarigacha olib kirib shuni qilmoqchimiz. Mahallalar ichki yo'lni ham yangi ko'cha paydo bo'lgan, shu yangi ko'chani asfaltlashtirish. 28-sonli maktab bor, maktabni ma'naviyat ma'rifat xonalarini ta'mirlashni qo'yganmiz. Va 12-sonli maktabgacha ta'limni fasad qismini ta'mirlab berishni qo'ygan. Va o'zim To'qiztepani bizga hokimlarga ham qo'yilgan. O'sha To'qiztepa mana shu yerda yozib bo'lyapti. O'zim hokim o'zi bitta mahallani olish belgilagan, men o'zim To'qiztepa mahallasini olganman. Bu yerda ham o'sha 2 kilometr sip kabellarni qayta almashtiramiz. O'sha qishloqlarni kabellarni keyin tik quduqlarni qayta ta'mirlab beraman. 15 ta aholiga o'sha 75 kilovatt quyosh panel qo'yib berish, ichki yo'lni 2 kilometr ichki yo'lni asfalt qilib beramiz va 26-sonli maktabda o'sha isitish tizimini yaxshilab beramiz. Bu yil yaxshilab hozir qilib berildi, yana qo'shimcha qilib berishimiz kerak. Keyin tungi yoritish chiroqlari va bog'lon bo'yicha buni o'zim bo'ynimga olaman, hozir ish ketyapti. To'qiztepani to'liq chiqarib beraman. Mana shu bizni jami tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 296 milliard infratuzilma boshqaga pul kirib keladi. Bu boshqa manbalar bilan 800 yil bo'layotgan 875 milliardlik loyihalar amalga oshirilgan. Mana shu. Bunda savol, takliflar bor.
bo'yicha davlat maslahatchisi Gulyamov Ravshan G'oyipovga rahmat. Bu yerde en asasi maksat, en ustuvor vazifa bu mahallalarda, tumanlarda, hududlarda o'rnatishdir. Qanday belgilab beriladi. Va shu tariqalarga o'sha mahallani o'sha rivojlantirishda biz og'ir tuman, og'ir mahallalarni ishlaymiz. Mana qarorga chiqdi, belgiladi. Mana o'sha 7 tuman respublikamizda og'ir tumanni belgiladi. Shuni harakat qilayotgan bu tumanni og'ir deganimiz tumanni og'ir deganimiz bu tuman yomon, yo'llik, hokim yo'lda yashagan, chiqyotgan yomon emas. Bu degani bu tumanni rivojlantirish uchun to'rt karra hammamiz birgalikda ko'proq ishlashimiz kerak. Hammamiz birgalikda ko'proq harakat qilishimiz kerak. Ko'proq ishimiz kerak, ko'proq tashabbus ko'rsatishimiz kerak degan. Shuning uchun shu tumanlarni rivojlantirishimiz kerak. Buning uchun prezidentimiz hammamizga imkoniyat berdi. O'sha chiqqanlarda hammasida prezident har bitta tuman bo'yicha alohida dastur qabul qiladi. Bu dasturga yetarli mablag', yetarli pul beriladi. Hozir hokimimizni taqdimotida ko'rdinglar, mana alohida uchun respublika byudjetidan 50 million beriladi. Viloyat byudjetidan 10 million beriladi. Ustiga mana yangi O'zbekistonlik raqamlar mahallamiz voybolardan zamonaviy, to'g'rimi? Yana 5 million beriladi. Yana 10 million beriladi. Ikkita og'ir mahallamiz bor, 3 million beriladi. O'quv byudjet doirasida yana 10 million, to'g'rimi? Va investitsiyalar maktablarga remontiga boshqasiga yarashmasa 13 million beriladi. Jami 98 million pul o'sha tarbiyat tumaniga kiritildi. Juda bir odam bo'lmagan. To'g'risi, yechishlar tarbiyat tumaniga albatta 5-6 qavatga olmoqligi ichida, yana faqatdan tumanga oldindan mana oxirgi qo'yilgan ichida ancha o'zgarganlik ko'rdik. Hozirgi kalima, hozirgi kalima emas. Mana shu 5 yil oldin kelganlar esda bor edi. Boy ko'rdimizda ko'chalar ko'rasizlar, o'zingizlar maktablar ko'rasizlar, hammasilar, mahallalarda, bozorlarda yangi xarid bo'lgan. Albatta oddiy emas. Lekin mana juda ko'p ish qilgan. Lekin baribir shu mablag'ni prezidentimiz qanday qilib bo'lmasa ajratadilarki, o'sha tumanda bizda odamlarga yashash sharoitini, tadbirkorlik huquqini, daromadlar oshirishda shug'ullanishimiz kerak deb aytdi. Ya'ni mana bir tomondan pulni ajratdilar, lekin bizlar ham harakat qilish kerak. Qanaqa harakat qilish kerak? Birinchisi bu o'sha iqtisodiy rivojlanishimiz kerak. Daromad oshirishimiz kerak. Daromad bo'lsa-ki, hammasi bo'ladi. Uyda boshqa ham bo'ladi, xususiy maktabda bog'cha ham bo'ladi, xolodilnikda yaxshi sirlar bo'ladi, boshqasi to'g'ri, odamlar yashashadi. O'shanga tadbirkorlar, mana endi bu sanoat, qishloq xo'jaligi xizmati. Kichik sanoat zonasi ko'rdik, o'sha yoshlarga gaplashdik. Ularni albatta hamma loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz. O'sha qo'shimcha, lekin qo'shimcha vaqt kerak. Hokimlar baribir qo'shimcha vaqt kerak. Bunda endi baribir ko'proq daromad keltirishga mana o'shaga yana nima qilishimiz mumkin? Mana bir ikkita banklardan mana ko'rdim, hozir mana ishlamasdan o'sha olib ketgan obyektlar. Banklar bog'asiga hozir ishlayotgan tayyor qurilgan, tayyor bor. Lekin uni foydalanish kerak. O'shaga mana bunda sizga shunday respublika banklariga gaplashib birga
bo'yicha hokimiyat batafsil gapirdi. Bu asas turizm. Bunda kalimatda hali boshqa joyda yo'q imkoniyat borki, turizmni hali o'sha rivojlantirish. Odamlar turizmga kelib, mana chet eldan, Shveysariyadan, Yaponiyadan kelishadi, hali shunga hali hal ko'rish. Endi mana hozir o'sha rivojlantirish uchun mana hozir o'sha taqdimotlar qildi. Lekin bu yerda bitta masala borki, biza turizm qilayotganda, rivojlantirayotganda, zamonaviy anaqa sharoitlar berishimiz kerak ekan. Chiroyli bo'lishimiz kerak, suv kerak bo'lsa suvni ichishimiz kerak boshqa. Lekin ular nimaga keladi? O'sha tabiiy holat bo'lgani uchun, yangi investitsiya, yangi qanaqa oshimiz kerak. O'sha estetika va qanaqaga turistga ma'qul bo'ladigan shakllarda bo'lishi kerak. O'shaga faqat hammasi zamonaviy bo'lganligi bo'lib ketsa turistga bermaydi. O'sha mutaxassislarni jalb qilib, hali alohida valyutni turizm keldi. O'sha turizm boshqa alohida dasturlar qilib, hali yangi bozorlar sonida bunda bir mutaxassislar jalb qilib ishlashimiz kerak. Qishloq xo'jaligi bo'yicha. Qishloq xo'jaligi bo'yicha eng katta manfaat tarafimiz chorvachilik. Chorvachilik, lekin bu chorvachilikda mana juda katta ish bo'lgan rejalar bor. Hozir sizga o'sha sun'iy o'g'irlantirish, o'qitish, boshqa markazlarimiz. Bu markazda o'sha maktablar bo'ladi. Kim chorvalar o'sha shug'ullanmoqchi bo'lsa, biz mutaxassis olib berib, mana Mangoladan qo'yga kelishni boshladi. O'shanga bulardan nafaqat hali katta qiladi, katta berganlar, to'g'ri deyapti, mahallada deyapti. Mana bizga biriktirilgan bank bor, Turon bank bor. Nima? Bir respublikadan biriktirilgan hech raisi ham shu kelib loyihalar bo'lgani, Turon bank o'sha mahalla yuradi. Mana o'sha ixtisoslashgan mahallalarimizni rivojlantirish bo'yicha rejalar qilish kerak. Chorvachilik faqat katta fermer, hali mingta yo 2000talik hali qo'yib emas. O'yda ham bo'lganlarga, boshqalarga alohida dasturlar, mahalla shumlikda mahalla bo'lsa, hammasida hali nima qilish mumkin chorvachilik bo'yicha, o'yda boqish bo'yicha boqish mumkin. Chunki o'yda ikkita, uchta qo'yni qo'yib qo'ysa ham, hali baribir bu daromad boqqiga so'yadi, boshqalarga qo'y ustida hozir qattiq ham, boshqa sigir ham bu daromad ketadi. Mana hozir kooperatsiyalar tashkil bo'lyapti, ya'ni shu bilan bog'liq xonadonlarga kooperatsiya qilish bo'yicha. Albatta. Ikkinchisi yer. Albatta chorva bo'lgandan keyin yerni sug'orish kerak. Bu yerda bir tomondan qiyin, bilaman, yer, lekin baribir mutlaq mutlaqga alohida pul beradi. O'sha mos keladigan joylarda mutlaq ta'sir shu hozirda shu sharoitga mos keladigan yer yetkazib beradigan bir hududlar ishimiz kerak. Bunga bir narsa qilishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'sha hududlarga ham shu narsani qo'shaylik. Kerak bo'lsa shu narsani qo'shaylik. Endi yana bitta masala bu qishloq xo'jaligi mahsulotida foydalanishi, qo'shilgan qiymat degan narsa bor. Qo'shilgan qiymat yaratishni qilishimiz kerak. Men nima demoqchiman? Bitta misol Qashqadaryoda juda uzoq ro'yxatdan chegarasi. Juda ham uzoq. Ya'ni behtara qilganlar. Cho'llar. Bu yerda masalan, bu qishloqda bir fabriklar topilgan. Yaxshi. 15-ayolda o'sha qishloqda yashayotganlar yig'ib qurt qoldi. Hammasi bir yig'ilib, bir kunda taxminan bir tonna sutni qurt qilishadi. Suvlar qilishadi. Hozir nafaqat bozorlarga, Qozog'istonga ham, Rossiyaga ham eksportga chiqish boshlaydi. Uzun orqali, boshqa dastlab orqali berib boshlaydi. Bu yaxshi bo'ladi. Suyani ustidan qurtlovi yo'q, o'zingizda bilmayman. Ularga oqsoqollarni yo'q. Yoki ayol kichkina bitta masalan tuyani sutida ayol eng ayol shu bo'lsa shunisi bo'ladi. Birga qilaylik,
faqatgina haligi o'sha kelgan mahsulot albatta kelgan turistlar buni iste'mol qiladi, lekin buni o'sha chetda sotishimiz mumkin. Qo'shimcha daromad olishimiz mumkin buni. Shuni loyihani turonmayga o'sha buni ishlashadi. Tuyani ustidan nima qilsa bo'ladi, ayron bilan qurtlar bir mahallalarda yuraydi, tadbirkor topib turadi narsa. Endi ya'ni o'sha asosiy qaraydi, tadbirkor topsaki, endi bir sharoit bor, ko'chalar yaxshi, velotrassalar bilan parklar bo'yicha, ziyoratgohlar bo'yicha mana navbatlarimiz rejalarni aytib qabasi. Lekin endi tadbirkorga daromad keltiradi tadbirkor. O'zidan o'zi ko'chaga solingan asfalt pul keltirmaydi. Yashash sharoiti yaxshi bo'ladi, lekin ikkinchisi o'sha eng katta yashash sharoiti. Daromad bo'lsa ham, pul bo'lsa ham, lekin qishloqda joy bo'lsa, suv bo'lmasa, albatta yashash. Bunda yoshlar ketib qoladi. Shuning uchun mana shu dasturda o'zini o'rnini topgan bu yashash sharoiti. Endi aytdim, hokim gapni qaytarmayman. Shu uy-joylar, ko'p qavatli uy-joylar quriladi, kanalizatsiyasi tortib beramiz, tadbirkorlar gaplashdik, mana qaror qilaman deyapti. Keyin mana o'sha suv, yo'l, chiroqni kerak bo'lsa, uyat to'g'irlaymiz. Mana maktab, bog'chalarda sharoitlarni yaxshilash bo'yicha aynan uzoq qishloqda markazda yaxshi ekan, ko'rdik bu. Mana uzoq qishloqlarda bularni ham o'sha bitta dasturni qilamiz. Yana bitta yo'nalishimiz bor, bu o'sha mana bu yerda katta korxonalar bor edi. Boshqa katta korxonalar bor. O'shaga bular bilan birga ishlashimiz kerak. Hokimdan gaplashib reja qiladi. Shu yo'nalish bo'yicha ularga birga ishlashimiz. Birinchisi shu tuman aholisidan chiqarish. Baribir ularda qanaqa mutaxassis turizm bo'yicha kerak, oddiy ishlar ham bor. O'sha ikki ishlasak, tuman aholisidan qoladi. Ikkinchisi, o'rta korxonada ishlaganlar ham baribir qattiqchada berib, noy yeydimi, shuni zerikib bersak bo'ladimi? Bu ikkinchi yo'nalish. Uchinchi yo'nalish o'sha bir Zafarobodga masalan, o'rta zarqatliklar, o'rta o'zining ham imkoniyatlari bor. Do'konchilar bo'ladi o'sha korxonaning yonida, sadovoychilar bo'ladi umumiyomlatlanishga, yo'q, kirib vrachlar bo'ladi. Hokazo, juda ko'p. Parada bermoqchilar bo'ladi. O'shaga shu imkoniyatdan foydalanib bir endi yana imkoniyat ko'p. Hurmatli deputatlar, avtostansiya bo'ladi, markaz qishloqning o'rnida bitta avtostansiya kerak. O'sha qishloqlarda yo'q, tuman markazida Navoiyda, Tomoqorda, Qaribog'larda bitta avtostansiya kerak, uni ham qilamiz. Lekin to'rtta imkoniyat ko'p. Mebel chiqaraman deyapti, boshqa emas. Lekin hurmatli deputatlar, men sizlarga murojaat qilmoqchimanki, sizlarni shu dasturni ijrosida ta'minlashda bir faol pozitsiyaga Nimaga? Chunki bu juda katta problem. Birinchidan albatta bu pulni ishlatilishida biz o'zimizni o'ziga qarashimiz kerak. Yo'lni, asfalt yo'lni qilgan odam yaxshi uncha emas, o'rtacha qilgan bo'lsa, bu Toshkentdagi hokimlarga hokim shug'ullansin deyish kerak emas. Bu bizlarni mablag'. O'shanga kimdir sevimli bo'layotgan, boshqa qilayotgan bo'lsa, jamoat nazorati deydi. Jamoat nazoratini yo'lga deputatlar, mahalla raislari, hokim yordamchilar ta'minlab berish kerak. Chunki bunaqa mablag' hech qachon bo'lmagan. Albatta buni topishlik, lekin buni ishlatilishi nazorat qilisharkan. Faol bo'laylik, o'sha mana hokim bor, mahalla raislar bor, hokim yordamchilar bor. Nimadir shu loyihani kechikayotgan bo'lsa, yo nazorat qilayotgan bo'lsa, mana sim tortishlarmi, yo'llarni, maktab remontdan aytinglar. Buni qilsak, o'sha nisbatli bo'ladi. O'shaga 20-30 zil xizmat qilib beradigan yo'llar bo'ladi. Yoki bir yildan keyin cho'kib, yana yorilib, boshqa kimga kerak bo'lsa, bu ketgan. Bu bir. Ikkinchisi, hurmatli deputatlar, hokim o'zining dasturini taqdim qildi. Lekin bu qog'ozda juda chiroyli. Lekin uni ijrosini nazorat qilishimiz kerak.
hurmatli deputatlar, birinchidan taklif qiladi asosidagi loyihalarni, dasturga loyihalarni deputatlar orasida bo'lib bersangiz. Kim shunga haliga qanaqa sabr beradi? Buning ikkinchisi har oy buni nomzod muhokama qilib borsak. Yaxshi ketyaptimi, yomon ketyaptimi shu loyiha? Nafaqat hokim o'zini, o'sha ishning tadbirkorligi, shu mahallani raislarni, hokim yordamchisini ham chaqirib, o'sha nomzod ijrosi qanday bo'layotganini muhokama qilaylik. Ochiq muhokama qilaylik. Bu yig'ilish uchun emas. Nima yaxshi, nima noto'g'ri, nima noto'g'ri, va nima qilish kerak. O'sha har oy vaqtlar tasdiq qilinadi. Uchinchisi, endi albatta, hurmatli mahalla raislari, hozirda sizga mahalla raislari va hozirda sizga sizdan iltimos qiladi, bu yana tadbirkorlarni olib kelish. Yana yangi loyihalar bo'lsa, yangi tashabbuslar bo'lsa, hokim bor, hokim birinchi o'rinbosar bor, hisob bo'yicha banklar bor bo'lsa, ularga ishtirok kerak. Prezidentimiz og'ir tumanlar uchun hech qachon bo'lmagan narsani qildilar. 12%dan bilasizlar, respublikamizda hozir. Agar bankdan tijorat kredit oladigan bo'lsangiz, qancha foizdan? 18%. Yo'q, bu 18% foizga tijorat kredit 24-26, to'g'rimi? 24-26 dan. Foizga endi prezidentimiz og'ir tuman uchun shu oilaviy tadbirkorlik stavkasi 12 ga tushirdi. Hech qachon bo'lmagan. Lekin bu imkoniyat. Imkoniyatdan foydalanish kerak. O'sha tadbirkor topshirmoq kerak. O'sha 12% kredit qaroriga, o'sha o'zini loyihasini ma'lum stok kesildi, o'zingizda hurmatli mahalla raislari ishonib agar olib kelsanglar, mana bu loyiha bo'ladi. Albatta, biz baga qo'llab-quvvatlaymiz, ishlaymiz. Asosiy hali shu aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu, faqat deputatlarni savollar, maslahatlar, o'zinglar fikri bo'lsa rahmat. O'zim boshchiligimda o'rinbosarlari, mas'ullar bilan birga bu prezidentimizni bir yaratib bergan bu sharoitdan juda oqilona foydalanib, birinchi davlat maqsadi shu tumanda ishsizlikdan, ma'lumotdan xoli shu ta'min xalqini, aholisini farovon yashashligini, ularga bor prezidentimiz tomonidan yaratib berayotgan imkoniyatlarni shukronalik bilan qabul qilishlarini va shu narsalarni bo'lishini ta'minlab berishga kafolat bilan o'zimni va odamlarni ishimni ikkinchi qilmayman, chunki uyga qolgan bu narsalarni ta'minlayman, deputatlarimiz bilan birga hamnafas bo'lib qilamiz, chunki mana shuncha yildan beri birga turganmiz. Buni ancha narsani uchun bir narsa kerak. Bizda ajdodlarimiz doim aytaman, ota-bobolarimiz shunday farovon yurtishligini bizga qoldirib turgan, keyin ham yoshlarimizga, kelajagimizga bundan zo'r juda ajoyib bir yurtni qoldirishimiz kerak. Shuning uchun birinchi yoshlarimizni juda bir yaxshi tarbiyalab, mana bu loyihalarni, mana bu narsalarni birga bo'lib hamma ma'ni ishlatinglar, tinch qo'ymasdan shu rasmiy narsa aytaman, so'rovnomani ko'p kutaman. Agar so'rovnomani ko'p kelmasa, chunki bironta deputatning so'rovnomasiga qo'yib ketmagan. Mana to'g'ri aytdingiz, har bitta loyihani kengashimiz raisi har deputatga bo'lib berib, bu faqat nazorat emas, o'sha kamchilik bo'ladi, o'shadan kamchilik bo'ladi, boshqa joyda, lekin u joyda bizni bartaraf qilsak, man o'ylaymanki, provar natijaga va aholimizni birinchi o'rindan roziligini oladi. Shuning uchun yana loyihalarimiz doim bilan birga biz tumanimiz ko'p millatlarga juda bir ahil tuman, boshqa tumanlarga o'rnak bo'ladigan shu ahil tumanni rivoji ma'lumotman yil oxirida o'zining katta natijasini beradi. Bu hali yil oxirigacha emas, kerak desa 6 oy ichida ko'p ishlarni qila olamiz. Lekin qilishga bitta narsa bizga faqat ishonch va bizni
materiallar, nima taklif bor, uzr birgalashib nima qila olamiz, yana bu yerda o'zgartirish bo'lsa, telefonim bor, takliflar berildi, ichida mana buni hozir biz tashlaymiz, agar ruxsat bersangiz, shu o'zimizga xalqda ham buni namozni olishimiz kerak, taklifini olishimiz kerak. Mana shunda nima deydi? Aytilgan, belgilangan maqsadga erishib buni qilamiz. Qilingan bundan keyin og'ir tuman degani emas, namunali kuzatuvchilikni tumanga aylanamiz, chunki bu tumanda mehnatkash, zahmatkash xalq yashaydi. Kelajakka ishonch bor. Buni birgalashib qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli aziz mehmonlar. Avvalambor bizni ko'p yillardir Madina tumanimizga xush kelibsizlar. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, aytganingizdek, mana yaqindagina biz 26-dekabr kuni 2025-yil muhtaram Prezidentimizning O'zbekiston xalqiga, qolaversa Oliy Majlis Senatiga qilgan murojaatini hammamiz eshitdik. Matbuotchilarni hammamiz eshitdik. Men o'zim Halima tuman kengashi deputati bo'laman, boya deputatlar deganingizga ketdim. Sizning fikringizni olmoqchiman. Mana shu murojaat haqida ham qisqacha aytib o'tmasak bo'lmaydi, chunki bu Prezidentimizning ilk yakundagi murojaatida agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ichki mahsulotimiz 145 milliard dollardan oshganligini aytibdi. Bu degani bu bizni O'zbekiston xalqimiz o'zini kuchi mana shu ishini o'zini ko'rsatishni rivojlangan davlatlar qatoriga kirib borayotganligini ko'rsatmoqda. Shu bilan birgalikda eksport natijasini 23% ga oshirib 33.4 milliardga oshganligi, eng asosiysi oltin zaxiramiz 60 dollardan oshayotganligini aytib o'tdiki, biz juda ham xursand bo'ldik. Shu bilan birga mana shu kambag'allik darajasi yil boshida 8.9% dan 5.6% ga tushganligini ta'kidlab o'tdi. Bu aytib o'tsam, agar mana murojaatni hammamiz eshitdik, juda ko'p mana shu ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish sohasida gapirgan gaplarni eshitib o'zimiz hammamiz targ'ibotchilarda qatnashdik. Juda ham bir xursand bo'ldik. Eng asosiysi mana oddiygina bizni milliy terma jamoamiz bor edi, futbol. Mana shu futbol jamoamiz, milliy terma jamoamiz ilk bor jahon chempionatiga chiqdi. Bu bizni ko'pdan farzandlarimizni nima qilgan emas edi. Juda ham xursand bo'ldik. Shu bilan birga shaxmat sohasida ham bizni keyingi mana shu nimada eng yosh jahon sovrindori bo'ldi Javohir Singil. Bu ham respublikamiz eng katta yutuqlaridan bo'ldi. Shu bilan birga o'quvchi talabalarimiz ham jahon olimpiadalarida o'zining o'rni bor. Ya'ni ular xalqaro fan olimpiadalarida 51 ta oltin, 100 ta kumush, 126 ta bronza medalni qo'lga kiritdi va o'zining bilimini ko'rsatdi. Jumladan bizning Navoiy viloyatimiz ham ta'lim, maktabgacha ta'limimiz 1-o'rinda. Bundan ham biz xursandmiz. Nasib bo'lsa bizni tumanimiz ham o'sha birinchilar qatoriga yetib oladi. Mana eng asosiysi mana shu 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildi. Buning uchun biz Prezidentimizga minnatdor bo'lishimiz kerak, chunki biz hammamiz mahallada yashaymiz. Mana shu mahallani yurt obodligi, yo'li, transporti, gaz, hamma sohasi obod bo'lsa biz nima deymiz? Eng rivojlangan davlatlar qatoridagi mahallaga nima qilamiz? Shu bo'yicha biz kecha doimiy komissiyada Ruslan Nasirovich dasturlarini ko'rib chiqdik, deputatlar bo'lgan chiqdik. Mana hozir ham eshitdik, juda ham ko'p. Mana ayniqsa mana shu tumanga barcha manbalar hisobida 296 milliard so'm kirib kelishi, bu juda katta summa. Albatta, endi og'ir toifaga tuman deyilyapti. Bu degani bu bizni hozirgina aytib o'tdingiz, Ravshan aytmish. Juda ham to'g'ri aytasiz. Bizni xalqimiz, bizni tumanimiz keng geografik jihatdan keng tarmoq joylashgan. Shu jihatdan keyin aholimiz kamligi, ana shu natijada og'ir toifa tumaniga kirib qolganmiz. Albatta biz deputatlar, mana shu yerda o'tirgan hamma tashkilot rahbarlari birgalikda ish olib borsak, og'ir namunali tumanga o'tamiz. Chunki hozir nima ma'ruzasida eshitdikki, juda ham katta xizmat
rivojlanishi. Bu sohada ham biz deputatlar ham nazorat qilamiz. Har bir berilayotgan mablag'ni va 50 million, 10 million viloyatdan berilayotgan mablag'larni keltirishni nazorat qilamiz. O'zimiz ham ishtirokchi bo'lib birgalikda yordam berishga va'da beramiz. Men so'zimni yakunlashdan oldin shu barcha deputatlardan so'rab qolaman. Mana bugungi tumanimiz hokimi Ruslan Nasirovich ma'ruzasini boyaga qilayotgan dasturlarni biz birgalikda qo'shib yana mana shuni tasdiqlab berishimizni so'rab qolamiz, ma'qullaymiz. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, mana bugungi sessiyamizda tumanimizga qonunlarga ishtirok etishyapti. Marhamat, qonunlarimiz. Nuronilarimizdan kim bor? Qani gapiringlar. Yemurlar. Yemurlar. Assalamu alaikum. Jetzt habe ich Abend, also wunderbar, noch schon 3 Jahre. Şuna kadar maçta hizmetler noktalardan çıkan hem asarçına. Doğru bilgilerine kadar şunu geçer. Ümit edecek hizmet geliyoruz. Ama bu askerlerden ben bu diğer arası şehir noktalarını kaptan açık verilmek için. Ama halkın yakınlığı yaptı. Şartlar çanalıda tavazlanan bulunmak. Halen şu tavazlanan limana kesilmesinin tıklarında kısas. Şuna bu yalan sayılar nasıl mesela hakkından tavaz var. Tavazlanan bir yerden seçti. Tamam. Şunu. Tamam. Geçtiğimiz altın prezidentimiz İngiliz'in davayı olması boyunca sıravatlı görüştü. Bunun sonun özünde kaynağı degen o kişinin köz karası saksiyel basmaşa oldu. Sonun içinde İngiliz şartları olmanımız için bizim rayondan ayağımızda 70 bin mal azilatı oldu. Hem de bunun başka kaynağı rayonunda turistik bazanın bunun rayonlandırıcı adına tıkanıp koydu. Bunun olsunlar Prezidentimiz Barakin Buksa өзінің перспектива алдына да көреді. Тадбыргар ма, декан ба, промышленный саланың қарқарасында әммесін жерде білетін біздің президентімізге өте рахмет. Себебі кеше азырғанысында айттыңыз, біздің Кентемір районына бұрын 10 жыл, 15 жыл бұрын келген ұзамыз, қазіргі уақытта Калининград районына келсеңіз, совсем қалмай қаласыз. Мұның қайтесі неден? Бұл біздің әділ басшы президентімізден Gelinizer, осы президентimiz hem uақытта sağ olsun, осындай халқымыздың тұрмыстық шарайатын, жасау шарайатын, бұнынан жақсартуға ол кісіге де жауап беремін. Бұны болмаса 1925 жылы 26 декабрь күні әмме депутаттарға, әмме халқына мұражат қылды. Сол мұражаттың ішінде де біз қарап отырсақ, ойлап отырсақ, біздің әмме қылған бір қайсымыз халықтың тұрмыс шарайатын yaxşılıq olub baraq. Sonun içinde bizim buranlara alaqdara qaynak verdi. Sonun içinde biz bunun rayonlar hem yolda yaşlar mesleğine, o terbiyesine, her nesine dikkaçılık var, subotik var, her nesine cevabına geldiğinde aslında kolla bağlam, partiyemizi görüp bizim borçumuz. Kendimizde yağaylar, iman,üşgelip siz bunu sorulması için bu tecavüzü bayandama жасадық. Bunun için sizge rahmet, kaynakta olsalar bırakmak, İzgisilerin hemmesi 26'sını oynaymak, tolumunu başarıp, halkımızın sizin hem yolda kültü aramayı keselim. Gelin
o'quvchilar 10